Yangi Toshkentning ma'naviy qiyofasini belgilaydigan eng asosiy obyektlardan biri bu Milliy kutubxona. Ushbu maskan 4 gektar maydonda barpo etilyapti va ushbu kutubxona millionlab adabiyotlarni jamlaydi va bir vaqtning o'zida 1,5 ming kitobxonga xizmat ko'rsatadi. Bu yerda eng zamonaviy sharoitlar yaratiladi va prezidentimiz ta'biri bilan aytganda, ushbu kutubxona mamlakatdagi eng shohona kutubxonalardan biri bo'ladi. Shaharlarning qiyofasini binolar belgilasa, uning ma'naviy salohiyatini ilm maskanlari namoyon etadi. Yangi Toshkentda dastlabki yirik inshootlar qatorida Milliy kutubxonaning bunyod etilayotgani ham ana shu g'oyaning amaliy ifodasi. 2024-yilda tamal toshi qo'yilgan majmuada bugun keng ko'lamli qurilish ishlari olib borilmoqda. Davlatimiz rahbari Milliy kutubxona qurilishini tamal toshi qo'yilgan ilk kundanoq o'z nazoratiga olgan. O'tgan yillar davomida ham bunyodkorlik jarayoni bilan muntazam tanishib, loyiha yechimlari va yaratilayotgan sharoitlarga alohida e'tibor qaratib kelmoqda. An'anaga muvofiq bu gal ham prezidentimiz Yangi Toshkentga tashrif davomida ushbu kutubxonada bugunga qadar amalga oshirilgan ishlar bilan tanishdi. Bu galgi tashrifda ham prezidentimiz kutubxona har bir kitobxon uchun qulay, zamonaviy va mazmunan mukammal bo'lishi lozimligini ta'kidladi. Qurilishda shoshqaloqlikka yo'l qo'ymasdan har bir detalni puxta o'ylab, sifat bilan amalga oshirish zarurligi qayd etildi. Zero bu maskan mamlakatimizdagi eng muhtasham mutolaachilar, talabalar va tadqiqotchilar bilim oladigan yirik ma'rifat dargohiga aylanishi kerakligi aytildi. Prezidentimiz obyekt bilan tanishar ekan, bu yerda yaratilgan sharoitlar, xizmatlar sifati va kelgusidagi faoliyat mazmuniga ham alohida e'tibor qaratdi. Ma'lumot o'rnida milliy me'morchilik an'analari va zamonaviy arxitektura yechimlari uyg'unlashtirilgan majmua 4 qavatdan iborat bo'ladi. Kutubxona fondlarini saqlash, hisobga olish, xavfsizligini ta'minlash va sterilizatsiya qilish uchun yuqori texnologiyali maxsus xonalar tashkil etiladi. Kitobxonlar xalqaro va milliy yirik kutubxonalarning elektron bazalaridan onlayn foydalanishi mumkin bo'ladi. Ko'zi ojiz fuqarolar uchun alohida o'qish va ilmiy izlanish muhiti yaratiladi. Bu yerdagi xizmatlar an'anaviy mutolaa bilan cheklanmay, zamonaviy tadqiqot va axborot almashinuvi tizimini ham qamrab oladi. Majmuaning ko'p funksiyali shaklda tashkil etilishi ham alohida e'tiborga molik. Bu yerda 300 o'rinli kafe, galereya, yengil sport maydonchalari va dam olish hududlari barpo qilinadi. Umuman, Yangi Toshkentda bunyod etilayotgan Milliy kutubxona mamlakatning bebaho yozma merosini kelajak avlodlarga yetkazadigan, zamonaviy ilm-fan va raqamli imkoniyatlarni bir makonda birlashtiradigan yirik ma'rifat markazi bo'ladi. Yangi shaharning markazida kitob va tafakkur uchun shunday ulkan maskan yaratilayotgani taraqqiyotning eng muhim manbai bilim ekanini yana bir bor namoyon etadi. Bir necha bor tashrifli bo'ldi. Bugun ham davlat rahbari mana kutubxonani birinchi, ikkinchi qavatlarini aylanib, o'zlari har bir o'quv zallarimiz bilan tanishdilar. Birinchi navbatda qanaqa adabiyotlarimiz kutubxonaga ko'chib kelinishi haqida davlat rahbarimizga ma'lumot berdim. Shoshmanglar dedilar. E'tiborliroq bo'linglar dedilar. Qo'llanilayotgan, o'rnatiladigan texnika, texnologiyalar bilan qiziqdilar. Shu bilan birgalikda o'sha kutubxonada albatta ertaga turli millat vakillari foydalanishi, shu bilan birgalikda o'sha xorijdan ham bizni kitob, bugungi kunda ham bizni kutubxonamizda juda ham ko'p xorijlik kitobxonlar bor va o'sha kutubxonachilarni xorij tillariga alohida e'tibor beringlar deb alohida bir topshiriq qilib berdilar. Birinchi qavatimizda o'sha kitobxonlarni kutubxonaga tashrif buyurganidan umuman kutubxonaning ichidagi jarayonlarni qanaqa tashkil qilayotgani bilan qiziqdilar. Bularning barchasini ko'rsatib, mana texnika texnologiyada Germaniyadan keltirilgan o'sha lift moslamamizni alohida bir ko'rinib turadi bu. Shularni barchasini tanishdilar. Kitobxonlarni qanaqa talablari asosida nimalarni amalga oshirdinglar? Masalan, bugungi kunda bizda qiyinchilik tug'ilayotgan qaysi tomonlariga ko'proq urg'u berdinglar? Ularni hammasini albatta tushuntirdik. Xona bir vaqtni o'zida 1,5 mingga yaqin kitobxon qabul qilinishini o'zi bir shohona desa ham bo'ladi. Chunki bu amalda bugungi kunda o'sha faoliyat ko'rsatayotgan kutubxonamizdan 2 baravar ko'p. Alohida bir shu narsani so'rab, buni albatta oxirigacha yetkazinglar dedilar. Binoni loyihalashtirganda biz alohida bunga iltimos qilgan edik. Toza havoni kirishida har bitta qavatda albatta o'sha toza havo bor. Shu bilan birgalikda kitobxonlar uchun har bir qavatda tamaddi qilishi uchun, ovqatlanishi uchun bilamiz, kutubxonamiz ertalab soat 8 dan kechqurun soat 9 gacha ishlaydi. Shunaqangi kitobxonlarimiz bo'ladiki, ular kunini shu kutubxonada o'tkazishadi. Quruvchilar bilan birgalikda ishlayapmiz. Bir hali
bir kamchilik muammolarga duch kelganimiz yo'q. Xudo xohlasa, chiroyli bir xalqimiz kutayotgan chiroyli muhtasham shohona kutubxonamizni, lekin shoshmanglar deb aytdilar. Yana qayta ta'kidladilar prezidentimiz. Hammaga yoqadigan bir binoni Xudo xohlasa xalqimizga xizmat qilishiga topshiramiz. Mustaqillik uchun tuhfa bo'ladi, to'g'rimi? Xudo xohlasa. Bu juda ham bir muhtasham tuhfa bo'ladi.